Bugun mana shu go'zal va tantanali tadbirda so'nggi qo'ng'iroq marosimida ishtirok etish uchun men uchun katta sharaf. Bugun yuraklarda turli his-tuyg'ular uyg'otadigan, yoshlikning bir sahifasi yopilib kelajakka yo'l ochiladigan ulug' kundir. Tadbirimiz ilm eng buyuk sharaf degan mazmunli va bag'ri keng mavzuda o'tmoqda. Darhaqiqat insoniyat taraqqiyotining asosi ham kelajagi ham bu ilmdir. Ilm nafaqat bilim, balki mas'uliyat, odamiylik va vatanparvarlik singari oliy qadriyatni o'zida mujassam etgan qudratdir. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bizning ertamiz, yurtimizning kelajagi. Bugun maktab ostonasidan katta hayotga qadam qo'yar ekansiz, doimo bir haqiqatni esda tuting. Ilm va ma'rifat orqali insonlikka, adolatga, tartib-intizomga xizmat qilish bu eng yuksak vazifasidir. Ichki ishlar tizimi xodimi sifatida aytmoqchimanki, jamiyatda huquqbuzarliklar, jinoyatlar, tartibsizliklar, ko'pincha ilmsizlik, ma'naviy bo'shliq va javobgarlikni his qilmaslik tufayli yuzaga keladi. Shunday ekan, ilm nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyat tinchligi va adolat asosidir. Hurmatli ustozlar, sizlarning mehnatingiz evaziga bu yoshlar ilm nuriga to'ydi. Odamgarchilikni o'rgandi. Sizlar kelajak foydalarini quryapsiz. Bu muborak zahmatingiz uchun ta'zimlarman. Aziz ota-onalar, bugun farzandlaringiz katta hayot ostonasida turibdi. Ularning ilmli, yuksak ma'naviyatli va jamiyatga manfaatli inson bo'lib yetishishda sizlarning duoingiz, mehr-shafqatingiz o'ta muhimdir. Qadrli bitiruvchilar, sizlarning qo'lingizda kelajak taqdiri. Ilm bilan qurollaning, vatanga sadoqat bo'ling, qonunga itoatli, jamiyatga foydali shaxs bo'lishga intiling. Shu yo'lda ichki ishlar organlari hamisha sizlar bilan hamkorlik qilishga tayyor. So'nggi qo'ng'irog'ingiz muborak bo'lsin, yo'lingiz ochiq, kelajagingiz porloq bo'lsin. Endi ruxsat bersangiz, muhtaram prezidentimizning tabrikini o'qib bersam. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarning hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea, maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu huquqli ayonda mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktabda mehribon ustozlar,